Jaydar Abdurlarni sog'inganlar uchun rostiga ham shunaqa ajoyib joyga kelganmiz. Qo'yluvdagi mahallaning ichidagi lag'monxona. Mana joylarni qaranglar. Juda ham joydar joylar. Oldin bu yoq faqat mana bu taraf ishlardi. Mana shu yerda joy bo'lardi. Shunaqa xudo baraka berib, mana bu yoqlardan ham joylar qurishgan. Mana joylar maksimal joydagi. Faqat ovqat yeysiz, o'tirasiz, maza qilib yeb bo'lib ketasiz. Borib ko'ramiz. Borib ko'ramiz, kelganimiz shekilli. Ha, keldik. Yana bir marta kelyapmiz-da. Necha yildan beri qilasizlar? 71-yildan qaynonam boshlagan. Bozorning ichida bo'lardi. Oldin 71-yildan beri bozorning ichida. Bu lag'monni tarixi 71-yilga borib taqalar ekan. Bu joy ochilganiga bo'lsa 20 yil, 30 yil bo'ldi. Qo'yluvdagi Ahmad akaning lag'monlari desa ko'pchilik biladi. Bu videoni lag'monxo'r o'rtog'ingizga jo'natib qo'yinglar. Bu joyga kelib yurganlar bo'lsa, fikringizni qoldiringlar. Haqiqiy dungancha lag'monni mazasini bilmoqchi bo'lsangiz, kelishinglarni tavsiya qilaman. Mana ko'rib turganinglar, butun porsiya 48 ming narxi. Bitta o'tirishda 2-3 porsiya yeb qo'yadiganlar ham bor ekan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Shunaqa joydar joylarni o'tkazib olmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Lokatsiya bo'yicha Qo'yluvda joylashgan. Mana kompas shunday orqa tarafidagi mana shu xonadonda qilinadi. Aniq lokatsiyani Telegram kanalida qoldiramiz.